Ilohiy qonunlar. Kechirish borasida ilohiy sunnatlar. Avf etish, kechirish borasida Alloh joriy qilgan ilohiy qonunlar ikkitadir. Garchi isyonkor, xatokor, Allohning amrlarini to'liq bajarmayotgan bo'lsak-da, Alloh taolo fazli, karami bilan behisob ne'matlarni bermoqda. Aslida Alloh ato etayotgan ne'matlarining birortasiga loyiq emasmiz. Birinchi qonun: o'zgalarni kechirgan odamni Alloh kechiradi. Islom tarixida ifk voqeasi bo'lgan. Unda Afifa soliha, ibo hayoli onamiz Oysha roziyallohu anhoga munofiqlar tuhmat qilishadi. Ming afsuski, ba'zi sahobalar ham bu noto'g'ri tashxisni ma'qullaydi. O'sha tuhmatchilar ro'yxatiga Abu Bakr roziyallohu anhuning jiyanlari Mistoh ham kirib qoladi. Mistoh kambag'al edi. Abu Bakr roziyallohu anhu unga nafaqa ajratib pul berib turar edilar. Qizlarini nohaq ayblagani uchun Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu Allohga qasamki, unga qilib yurgan yaxshiligimni to'xtataman deydilar. Shunda Allohning quyidagi oyati nozil bo'ldi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Vallohu g'afurur rahim. Sizlardan fazl va boylik egasi bo'lganlar qarindoshlarga, miskinlarga va Allohning yo'lida muhojir bo'lganlarga nafaqa bermaslikka qasam ichmasinlar. Bas afu etsinlar, o'tib yuborsinlar. Allohning sizlarni mag'firat qilishini istamaysizmi? Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Nur surasi 22-oyat. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu o'sha zahoti "Ha, Allohga qasamki, albatta Alloh meni mag'firat qilishini istayman" dedilar va Mistohga berib yurgan nafaqalarni qaytadan joriy qildilar. So'ngra Allohga qasamki, bu nafaqani undan hech uzmayman dedilar. Alloh taoloning kechirishini istamaydigan banda bo'lmasa kerak. Axir Allohdan eng katta umidimiz ham gunohlarimizni kechirishidir. Odamlarni kechirishni o'ziga odat qilib olganni Alloh kechiradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarga qarz berib yuradigan bir savdogar bor edi. Kambag'alni ko'rsa, xizmatkorlariga undan kechib yuboringlar. Shoyat Alloh ham bizdan kechib yuborsa der edi. Natijada Alloh undan gunohlarini kechib yubordi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Boshqa rivoyatda fa adkhalahu Allohul jannah, ya'ni Alloh uni shu ishi uchun jannatga kiritdi deyilgan. Zulm qilgan, ozor bergan kimsani kechirish mushkul ish. Chunki bunda banda o'z haqqidan voz kechishiga to'g'ri keladi. Nafs esa g'alayon qiladi, ko'nmaydi. Alamzada bo'lib qasos olishga undaydi. Har bir ishda ummatlarga o'rnak bo'lgan Habibimiz, ko'zimizning quvonchi, qalbimizning tabibi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hatto
hatto qonga belatgan qavmni ham duoibat qilmadilar. Balki ularning haqqiga Allohdan gunohlarini kechirishini so'rab duo qildilar. Allohumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya'ni Allohim qavmimni mag'firat qilgin, chunki ular bilishmaydi. Amakilari shahidlar sayyidi Hamza roziyallohu anhuni o'ldirgan Vahshiyni ham tug'ilib o'sgan diyorlaridan quvib mol mulklarini o'zlashtirgan Makka mushriklarini ham kechirdilar. Vaqti kelib o'ch olishga imkoniyat bo'lganda ularga qarata izhabu va antum tulaqa, ya'ni ketaveringlar, sizlar barcha jazolardan ozod qilindingiz dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, ya'ni rahim qiluvchilarga Rahman rahim qiladi, yerdagilarga rahim qiling, osmondagi zot sizga rahim qiladi deganlar. Kechirish keng tushuncha bo'lib, uni birovning xatosini kechirishga cheklab qo'yish noto'g'ri. Misol uchun, xaridor sizdan narsa sotib oldi. Oradan 1-2 kun o'tib qaytib kelib, molingizni qaytarib, pulini berishingizni iltimos qildi. Shariatga ko'ra, agar unga 3 kun muhlat bermagan bo'lsangiz va sotgan molingiz aybli bo'lmasa, uni qaytarib olmaslikka haqqingiz bor. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning man aqala musliman aqalahullohu asratahu, ya'ni kim bir musulmonga o'z haqidan voz kechib osonlik qilsa, Alloh qiyomat kunida uning xatosini kechirib oson qiladi degan hadislarga amal qilaman deb birodaringiz mushkulini oson qilsangiz savobga ega bo'lasiz. Shuningdek, oila munosabatlarida ham kechirimlik sifatini shior qilib olish lozim. Zero er-xotin munosabatlari fazl ustiga bino qilinsa, oila mustahkam bo'ladi. Ya'ni erkak faqat o'z haq-huquqlarini talab qilavermasdan, ayolini har bir qilgan xatosi uchun urushavermasdan kechirishi kerak. Ikkinchi qonun, o'zgalarni kechirish kishini taqvodorlardan qiladi. Alloh taolo Ali Imron surasining 133-134-oyatlarida bunday marhamat qiladi. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan ne'matlarga shoshiling. U taqvodorlar shunday kishilarki, yengillikda ham, qiyinchilikda ham nafaqa qiladilar, achchig'ini yutadilar va odamlarni afu qiladilar. Mufassirlar ushbu oyatning tafsirida bunday deyishgan. Ushbu oyatda Alloh taqvodorlikning eng muhim sifatlarini bayon qildi. Birinchi, infoq qilish. Ikkinchi, g'azabni jilovlash. Uchinchi, odamlarni avf etish. Kimda mana shu sifatlar jamlansa, taqvoning eng oliy maqomida bo'ladi. Kimda bu sifatlar bo'lmasa, unda ushbu sifatlarga odatlansin, shunda taqvodorlardan bo'ladi. Bu sifatlar orasidagi eng kuchlisi odamlarni afu qilishdir. Taqvodorlik juda oliy maqom bo'lib, unga erishish uchun infoq qilish, g'azabini yutish va odamlarni afu etish kabi sifatlarga ega bo'lish kerak. Taqvodorlarga beriladigan mukofotlar haqida Alloh
hadisi qudsiyda aytadi: a'dattu li'ibadi solihina ma la aynun ra'at va la udhunun sami'at va la khatara ala qalbi basharin. Ya'ni solih, taqvodor bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonning xayoliga ham kelmaydigan ne'matlarni hozirlab qo'yganman. Taqvodorlarga beriladigan mukofotni vasf etib bo'lmaydi. Chunki u ne'matlar hali ko'rilmagan va eshitilmagan. 3-qonun: odamlarni kechirish kishining martabasini ko'taradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3 narsaning haqligiga qasam ichib aytadilar. Thalathun wallazi nafsu Muhammadin biyadihi in kuntu lahalifan alayhinna. 3 narsa bor. O'sha 3 narsaning bo'lishiga Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasam ichaman. La yanqusu malun min sadaqatin fatasaddaqu. Birinchi, sadaqa qilish bilan mol kamaymaydi, sadaqa qilinglar. Va la ya'fu 'abdun an mazlamatin yabtaghi biha wajha Allohi illa rafa'ahu Allahu biha. Ikkinchi, birovga nohaq zulm qilinganda Alloh uchun kechirsa, Alloh uning darajasini ko'taradi, aziz qiladi. Va la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allohu alayhi baba faqrin. Uchinchi, banda birovlardan so'rash eshigini ochsa, Alloh unga kambag'allik eshigini ochib qo'yadi. Demak, odamlarni kechiruvchilarni Alloh darajasini ko'tarib aziz qilar ekan. Odamlar tomonidan keladigan aziyatga sabr qilib, ularni avf qiluvchiga beriladigan ajr Allohning zimmasida. Faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh. Kim kechirsa, isloh qilsa, uning ajri Allohning zimmasidadir. Olimlar aytishadi: qaysi o'rinda Alloh taolo uning ajri Allohning zimmasida deb va'da bergan bo'lsa, bilingki o'sha amal qalb, ruh va nafsni ozuqalantiradigan eng ulug' amal hisoblanadi. Misol uchun ro'zani olsak, bu ibodatning ajrini ham Alloh o'z zimmasiga olgan. O'zgalarni kechirishga beriladigan ajrni ham Alloh o'z zimmasiga olgan. Chunki bu amal ruhiy tarbiya borasida inson qalbini poklovchi eng ulug' ishdir. Odamlarni kechirishning eng katta foydasi bu qalbda musulmonga nisbatan gina degan illat qolmasligidir. Sahobalar roziyallohu anhum payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ayyun nasi afdalu, ya'ni eng afzal inson kim deb so'rashdi. Shunda Habibimiz sallallohu alayhi va sallam kullu mahmumil qalbi saduqil lisani, ya'ni qalbi tozalangan, tili rostgo'y barcha insonlar deb javob berdilar. Sahobalar tili rostgo'yni tushundik, qalbi tozalangan nimaligini bilmadik deyishdi. Sahobalarning tushunmadik deyishi haqli savol edi. Chunki hadisda qalbi tozalangan deb tarjima qilingan so'z aslida arab tilida qalbi supurilgan degan ma'noni anglatadi. Misol uchun arablar uyni supurdim demoqchi bo'lishsa, xomamtul bayta iborasini ishlatishadi. Shuning uchun sahobalar tushunmay supurilgan qalb qanday bo'lar ekan deb savol berishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi
ولا بغي ولا غل ولا hasada. Ya'ni supurilgan qalb bu hasad, gina, fosiqlik va gunoh kabi illatlardan supurib tozalangan taqvodor qalbdir deb javob berdilar. Demak, odamlarni kechirish ila Allohning mag'firatiga erishiladi, kechiruvchi inson taqvodorlar ro'yxatiga kiritiladi, darajasi ko'tariladi. Audio kitob Ilohiy qonunlar. Muallif Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Mas'ul muharrir Davron Nurmuhammad. Matnni Abdulqayyum Ismoil o'qidi. Audioni Subhan Muslim tayyorladi. Davomi bor.